Salam tordaşlar, farzandlarimizning to'y ishi biz uchun tijoratmi yoki inovatmi? Yandagi qo'shish belgisini besib etib, men qo'shmaganlik qo'shib olib, inkas rayoniga gul 6 raqamlarini yo'llab etib, bu ahda o'rtoqlashib baqsaq, 3 yil yozi yo'qim mezgilda to'ylarni unutib qolgan bo'g'imidiq. Bu hozirgi to'ylarning boshlanib ketishiga qarab shunday hayron bir qilyapman aziz do'stlar. Birimizning qizimiz bo'lsa, birsimizning o'g'limiz bor. Ata-ana dek bo'lamidik, farzanddek bo'lamidi. Ata-ana bo'g'chilar farzandlarimizga nurg'un yomon illatlarni yuqtirib, ko'rsatib, bildirib, o'zimizning qolgan an'anaviy chiroyli yo'llarimizni buzib tashlab, nachar illatlarni yuqtirib, ashula yo'qib ketib boramiz. Bizga bunda nachar illatlarni ya qonun bekitib berganmi, yo ata-onamizdan miroz qolganmi, yo almasaqdan eqib kelganmi? Yüzümüzden turmuşunu şunda tutmaktayız. Ta ki inkimiz koşalmaqça tutup tügütüp olamayız. Farzandlarimizdan ağır toyluqlar besimidin hamamizninki birimizden bir qayda ahval astida yil eni qilayotgan, yil bunu qilayotgan restoranlarda shametchilik buzib chechiyotgan qizlarning ota-onasi olsa mavadi Mekkematda o'g'al bo'lgandan egilib keladi sana. Manç pul bo'lmasa egilimiz alamdo davatgan yoki qizlaringizda shu o'tdag'an peticha joyida o'tdag'izib baqanmayotgan, eninga marlab, buningga marlayotgan uchir yezayotgan. Ening yozi endi o'zimiznikini ko'rmayotgan, haqin tillayotgan. Restoranlarda buzilayotgan, hashametchilikniki to'y uchun qilayotgan, eni ko'rdigan ota-ona yo'q. Eni ko'rdigan aql ya ota-ona yo'q, ya farzandi yo'q. Aşında buzivatgan. 4 kunni berib o'g'alni uyiga berib bir ishlar kemlab qolsa, "Maka balam, men seni shuningga berganmi?" devatgan. Aqasıngiz aqchan asan uy tutgan. Shunda 9'ingiz tel uy tutgan ota-onalar aqasıngiz shundami? Qizlarninki berishda avlin sana bir kelsin. Sana heyit bayram bo'ldi deb necha pul xombo atalaydi ekan. Uyga nimalarni elib chiralaydi ekan. Ko'rib baqay deb o'g'alniki adab, axloq, sharmi, hayosini emas, qizingizga bir nimadan xali qilayotgan har qanday ayblarni, har qanday bir narsalarni yushirib, yomon so'zlardan, yomon ko'zlardan xali bo'lib, enaga ega bo'lib tutayotgan o'g'allarni puli bo'lib o'lchaysiz. Aşında cihan kelip ketdimi? Unda qilmayli nadan ata-onalar, unda qilmayli zepan ata-onalar. Farzandlarimizga o'zimizningki an'anavasini so'zlab birla, yomon illatlarni yo'qtirmayli, unchalar qilib ketmayli. Pul bo'lmasa shunda ata-ona olmayotgan, qarindosh olmayotgan, tuqqan bo'lmayotgan, ata-ona olmayotgan, er olmayotgan, xotin bo'lmayotgan. Hammasini pulga bog'lamdiq. Hammasi pul uchun yashamdiq. Pul bo'lmasimi bo'lmaydi. To'g'ri. Pulni o'z loyig'ida qiladi. Unda desam o'zininki o'g'li yo'q o'xshaydi deb qalasiz yoki o'g'li bor o'xshaydi, shu murojaatnoma qilgan o'xshaydi deb qalasiz. Mening o'g'lim bor, 2 o'g'lim, 2 qizim. 3ni o'ylik chaqliq qilib oldim, birisi bor. Men o'xshash joyil mijaz, birini bir deydigan, ko'ndashqanlikni, adab axloqni, sharmi hayoni yoqlaydigan. Mush ishlar to'g'riliq ota-onalar bir o'ylashib baqayli, farzandlarga bir o'ylashib baqayli. To'yni so'diq aylandirmayli aziz qarindoshlarim. Bu sizin qanday fikringiz bor? Tanlovlarni qoldiringlar, rahmat.